Mana shu pullarimiz sizga. Bu yerda 10 million so'm pul. Mana shu videoga like bosganlar barcha obunachilarim nomidan qabul qilasiz. Yana bitta savolim bor. Eng katta orzungiz nima? Eng katta orzum o'g'lim tuzalib ketishi. Nima bo'lgan o'g'lingiz? O'g'lim ko'chkasi arkasi qolgan, ishlamaydi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Men bugun yana Bekobodlik Qosim akam bilan ko'rishdim. Assalomu alaykum. Mana shu pullarni bizga ihson qilganlardan, kechagi videomizga aktiv bo'lib maksimal tarqatganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo yaxshiliklari bilan siylasin. O'rtoqlar, bizning kartalarimizga hozirgacha 55 million 463 ming so'm pul yig'ildi. Inshaalloh bizga yana o'rtacha 300 million so'm pul kerak, to'g'rimi? Allohga oson o'rtoqlar, birgalikda albatta uddalaymiz. Mana shu videoni ham Bekobodlik saxiy boy akalarimizga tashlab qo'yinglar. Men bilaman, Bekoboddan dastoyni o'zini zemlagini qiynalgan kuniga qarab turmaydigan saxiylarimiz ko'p. Mana shu videoni o'zlariga tashlab qo'ysanglar, inshaalloh Alloh ularni ham sababchi qilishligi mumkin. Yordam qilganlarga, akans podpischilarga rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Amin. O'rtoqlar, imkoniyatingiz bor bilaman. Mana shu videoga ham like bosib, maksimal aktiv bo'lib, tarqatib tashlab, istoriyalarga qo'yib, kommentariyada duo qilaylik. Qosim aka, eng asosiysi kechagi videoda butun O'zbekiston sizni farzandingiz duo qildi. Albatta duoda gap katta o'rtoqlar, duo qilishda davom etamiz. Inshaalloh birgalikda hammamiz uddalaymiz. Jigarlar, boringlarga shukr.